Ayni yillarda Kaliforniya shtatining shtat boshliqligi va kengash palata a'zoligini o'tayotgan Amerika temir yo'l shohi deb atalgan Amasa Leland Stanford apandi 1884 yili 16 yoshga kirishga bir kun qolganda vafot bo'lgan birdan-bir o'g'lini xotirlash uchun 1887 yili xonim bilan birlikda 20 million Amerika dollari mablag' selib, Kaliforniya shtatining Palo Alto deb atalgan kichik bozoridan Aumin yer ko'lamining ikki kassiga tangagidek bir chorvachilik maydoni setib olib, o'g'lining ismi bilan nom berilgan oliy maktab kichik Leland Stanford dashosini qurib chiqadi. Leland Stanford apandi ayolga bundan keyin Kaliforniya shtati bolalarning hammasi bizning bolamiz deydi. Keyingi mezgillarda o'zining maktab qurishdagi sap orzusiga daxl tarj etib qilishni saqlash uchun Leland Stanford maktabning zaminini setishga qat'iy bo'lmaydi deb vasiyat qoldirdi. Mushundaq bir oliyjanob mavqe va mangulik muddaa dunyodagi tunji oliy maktab san'at bog'cha rayonini paydo qildi. 20-asrning 50-yillarda yezi dashosi deb atalgan Stanford o'qitish daraja sifatini umumyuzlik o'stirmoqchi bo'lganda mablag' qiyinchiligiga duch keldi. Ayni chog'dagi muavin maktab mudiri Frederick Terman maktabning bo'sh turgan zaminni ijaraga berishni qaror qildi. Shuning bilan bir tadqiqot o'rni, tajribaxona va xizmat binosini asos qilgan sanoat bog'cha rayoni qurilishida ish boshlandi. Stanford ta'minlagan qiziqtirish kayfiyati to'lim sehriy kuchga ega bo'lib, u bo'lsa-mu bu yerga makonlashgan korxonalarning ish xizmatchi xodimlari Stanfordda tarbiyalanish fursatiga ega bo'la oladi. 1995 yili HP shirkati boshchiligidagi 7 dona yuqori texnik shirkati Stanford sanoat bog'chasiga kirib makonlashdi. 1980 yilga kelganda butun tadqiqot rayonining 265 gektar yeriga 90 shirkatning 250 ming xizmatchisi ko'chib kirdi. Stanford sanoat bog'cha rayonining hamma yerining to'liq ijara berib bo'lishiga ergishib, yangidan gullanayotgan nurg'unlagan korxonalar bu sanoat bog'cha rayonini cho'rdigan holda atrofga joylashib, xizmat binolarini va zavod sexlarini qurishga boshlaydi. Natijada kishilar tarafidan kremniychilig'i deb atalgan yuqori texnik kasblar markazlashgan bir baza shakllandi. Hozir zamon taraqqiyotiga zo'r to'plarni qo'shgan Google, Alma, Yahoo, Facebook qatorliqlar borliq kelgan kremniychilig'i dal Stanford dashosini markaz qilib maydonga keldi.